Pulim yo'q. Adayım shunaqa qilasiz. Meni ishlashimga qo'yasiz, men o'zingiz pul berasiz. Bugundan boshlab uyda umuman ish qilmayman. Bitta javob bu yoqdan bu yoqqa olib ham qo'ymayman. Bildingizmi? Bore. Voy bo'laqol shoshilib olma. Marhamat. Ikkita qovurilgan tuxum yigirmamisan? Shunaqa, nima meni kecha hazillashdi deb o'yladingizmi? Bugundan boshlab har bitta qotgan ishimni shunaqa qilib narxlab beraman. Insofing bormi? Yo'q. Xatab tarelkaga solib ber. Bizda o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish. Ha buni pishmagan-ku. Boshqachasan boshqacha Habibi hayati sevmadi 100 yoshgacha Habibi hayati boshqachasan boshqacha Oynani tozalab qo'yishing bo'lmaydimi? Bu meni emas, o'g'lingizni ijodi xohlasangiz tozalab qo'yishim mumkin. Mo'ljaringdan cho'zing. Haddingni oshmayapsan mabodo. Hech ham hali uylarni ham tozalab chiqish kerak. Ana endi hisob kitobga olsak, 300 ming so'mga uylarni tozaladim, 100 ming so'mga ovqat qildim, 100 ming so'mga kirlarni. Xotinjon, o'zimni hayotim. Er-xotin o'rtasida hech qanaqa hisob kitob bo'lmaydi. Men bu 100 dollarni olib qo'y. O'zing xohlagan o'sha chiroyli ko'ylagingni sotib ol, xo'p? Ana endi bitta qora choy damlab kelgin. Ay, choy bilan birga yana shirinlik ham olib kelaman. Baraka top. ko'rganim kabi hayajon bosib